Aka 30-40 millionlik tilla bor, pulingiz yetadimi ish qilib? Ha, aka. Siz mana pulga qarang, 30-40 million emas, 300-400 millionlik tilla olib kelsangiz ham pulimiz yetadi, aka. Bo'ldi, muammo bo'lmasa bo'ldi, aka. Muammo yo'q, aka. Eski tillalar, olasiz, to'g'rimi buni ham? Ha, og'ir qilib ishlangan. Aka, xo'p, mana buning toshlari qani, aka? Ha, zargarga chiqartirib kelganman, aka. Baribir mingiz qilasiz. To'g'ri, brilliant olamiz. Oddiy tosh bo'ladi-ku bu. Biz yo'q qolsin tosh. Oddiy tosh edi u. Brilliant emas, o'shani chiqartiraverdim. Lom, aka, hammasi o'zingizdan bilaman. Hammasini hisoblab berasiz, aka. Sizga Keyin menimcha tilla tish ham olardinglar. olamiz, aka, tilla tish. Tilla bo'lgan любой narsa olamiz, aka. Tishmi, g'ishmi, o'sha aka qilib. 860 dan qilib berdim, aka. 41 million 907 ming chiqyapti mana buning. 42 million tekis. 42 million. Mana tilla tishlarni hisoblab berasiz, aka. Tilla tish. Voy, bu ne buni tozalatmaysiz, aka, zargarga. Ha, bu. Xo'p, qarang, tishlari bilan olib kelibsiz. O'zi mana bu bitta dona tilla tish bor ekan deb o'tdi, aka. Mana bu qolgani tilla emas, titan o'zi qorayib ham ko'rinib turibdi, aka. Tilla emasmi qo'ygani? Yo'q, tilla emas bu. Titan bu, aka. Bittasi tilla faqat. Mana shu tilla o'zi buni ham mana tozalab kimdanchi solib qo'ygan ekan, biladigan odam qilganmi deyman. Bilmasmi? Shuni hisoblab bering unda. Xo'p. Bu 1 gram ekan, aka, tilla tish 1 million 200 dan olamiz. 1 gram ekan 42 million bo'ldi. 42 million plus tilla tish 1 million 200. 43 million 200 bo'lyapti, 200 mi? 43 million 300 qiling. Hacha bir chiroyliroq nom bermasin. Qo'ysangiz-chi, aka, 43 million 200 ham chiroyli. Mayli, sanab beravering, aka. Bo'ladimi, aka, hammasi? Xo'p, bundoq qilamiz. 40 million. Sizga 3 million 200 berishim kerak emas. Eski pullarni ham berib olaman. Mana aka, bitta 3 million 200. Rahmat, aka. 3 million 200. Charchamang. Sog' bo'ling, aka, charchamang. Xizmatimiz shu yerdamiz. Agar sizlarda ham shunaqa tilla tishlar yoki mana tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenue to'g'ri tanlang.